Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun YouTube kanalimiz uchun zo'roq video qilmoqchimiz. Hop, kepkalarimiz kelgan yozga, bahorga, ayni bahorga. Ko'rishlaringiz mumkin yaqinroqdan. Mana ayni mana dehqonlarimiz uchun kiyib ishlaydigan mahsulotlarimiz. Bular ko'rib turgan barcha kepkalari furashkalardan tortib 45 ming so'mdan ko'rishlaringiz mumkin. 45 ming so'm. Aniqroq qilib ko'rsatib qo'yay. 45 ming so'm. Bolajonlarga ham bor. Bu tomonda kamzillarimiz bor, ko'rishlaringiz mumkin. Sviterlar. Bir boshdan ko'rishlaringiz mumkin. Sviter, kamzillarimiz. Bu dvoykalarimizni narxi hop 275 ming so'mdan ekan mana. 275 ming so'm. Aytgancha, manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida joylashgan. Shu yo'lni bo'yida qator ko'rsatib o'taylik. Hop. Bu kamzilimiz 175 ming so'm ekan. Dvoykadan keyin mana, dvoykadan keyin kamzilga o'tdik 175 ming so'm. Hop, dvoykamizning narxi 275 ming so'm. Ko'rsatib o'tyapmiz. Hop, korishnoy kamzilimizni bu tomni siniy sveti. Mana cho'ntaklari ham juda. Bu dvoykamiz yoshlarimiz bop. Dvoykalardan so'roq qilib, hop 255 ming so'm ekan. Ko'rishlaringiz mumkin. 255 ming so'mdan. Hop. Bu dvoykamiz hop skromniy, yoqali, o'rta yoshlar uchun juda qulay qilib chiqarilgan. Bu 345 ming so'm. 345 ming so'mdan ekan. Hop. Sportivniy, chiroyli sportivka ekan. 450 ming so'm. 450 ming so'm. Ko'rishlaringiz mumkin, juda chiroyli sportivka bu ham. Onamning ustida juda yarashib chiroyli turadi. Bu dvoykamiz hop 299 ming so'm, 300 ming so'm ekan. 299 ming so'm. Tomni siniy, skromniy variantda. Bu sportivkamizni ham ko'rishlaringiz mumkin. Hop 359 ming so'm. 359 ming so'm. Hop. Barcha mahsulotlarimiz dastlabki xizmatlari bor. Hop, BTS orqali O'zbekiston bo'yicha bemalol dastavka qilib beraveramiz. Hop, bu tomonda yeng kaltalar va yengi uzun aralash. Ko'rib turibsizlar. Mana sviterlarimiz, bular katta ehtimol bilan hop 200 ming so'mdan o'sha 100 ming so'm, 95 ming so'mgacha bo'lgan mahsulotlarimiz hisoblanadi. Bu tomonda oyoq kiyimlarimiz bor mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Olib taroq kiyaman deganlar uchun mana 169 ming so'm ekan. Mana Prada o'sha firmasidan ekan. Bu tomonda bunda tuflilarimiz bor ekan mana. Kojali tuflilar bular, kojalik. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu 235 ming so'mdan ekan. Hop, 169 ming so'm. Hop, 169 ming so'm ekan mana kojali cheshkamiz, mana juda arzon ekan. Kachtivalari yaxshi. Behijolat mahsulot ekan. Bu tomonda shimlarimiz. Shimlarimiz ham o'sha 149 ming so'mdan. 149 ming so'mdan. Mana har xil ranglarda bor. Mana o'fshi mana 139 mingdan ham bor ekan. 139 ming so'm. Mana ko'rib turibsizlar. Ochiq svet shimlar 139 ming so'mdan ekan mana. Bu tomonda trikovlar. Mana 115 ming so'm. 115 ming so'm. Bu tomonda kamarlar mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Kamar, hamma narsa bor. Hamma narsa bor. Hop, kamar deysizmi, shim deysizmi, triko deysizmi, kamzilmi, sviter, hammasi bor. Hop,
kamarlar 45 mingdan 75 ming so'mgacha bo'lgan narxiga ega ekan. Hop, kelib keladi mana ichkariga ham. Ko'p bo'lgan. Ishlari mumkin. Bundan tashqari sport oyoq kiyimlari ham bor ekan mana. Ko'rib turibsizlar, hozirda rosa trendga chiqib turgan. Hop, 185 ming so'm. 185 ming so'm. Ichkarida qimmatroq bo'lgan, sifatli bo'lgan kepkalarimiz ham bor ekan mana. 75 mingdan o'sha har xil sifatlari bor. Bu tomonimizda ochkilar, mana ko'rib turibsizlar. Mana quyoshdan himoya qiladigan mana. Ham quyoshdan himoya qiladi, ham kompyuterdan himoya qiladi mana. Ham kompyuter, ham quyoshdan, ham telefondan hamma svet bu qorayadi. Maybach degan ochkilarimiz. Barchasi Polaroid ismi, hamma assortimentlari bor. Bu atir dezodorantlar turgandir. Bu tomonimizda esa mana dumaloq bo'lgan sviterlar, yangi uzun dumaloq bo'lgan sviterlar ekan. 99 ming so'm. 99 ming so'mdan, bu ham 99 ming so'm. Bu ham 99 ming so'm. Xo'p, bunimizga kelsak, 150 ming so'm ekan. 150 ming so'mdan palasali har xil sviterlar ko'rishlaring mumkin. Xo'p, bu tomonimiz ponni oyoq kiyim. Mana ko'rib turibsizlar, bu tomonda ko'ylaklar. Ponni insonda o'sha erkak kishilarda nima kiyinaman desa bor. O'sha oyoq kiyimidan bosh kiyimi, xo'p, triko deydimi, sviter deydimi, vadalaska deydimi, hammasi bor. Bemalol murojaat qilinglar. So'rashlaring ham mumkin. Telegramdan alohida bir sizlarga alohida bo'lib obzorini qilib beramiz. Mana bunaqa narsa zarur degan odamga ham bemalol salamandiralar bor ekan, mana bu yerda ko'rishlaring mumkin. Mana salamandira terili, mana toza teri, ichlarigacha teri. 130 ming so'mdan ekan mana. Salamandira firmasida. Mana bog'liklari bor ekan, mana ko'rishlaring mumkin, bog'liklari bor ekan. Bemalol pastda telefon raqamlarimizni yozib qo'yamiz. Telegram raqamlarimiz ham bor. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.